Allergenler o'z jufkalari hisoblanadi. Ya'ni ular misol ретінде ko'pchilik masalan qanday bir hayvonga shuningdek B dominant болып келсе, no қатарсы болады. Екеуін қосып келсе, осы тәрсі келгенге ие болады.
ikkovida gam o'ziga D gam o'ziga resessiv bo'lsa, ahvoliga ta'sir kelib qo'yadi. Endi bu ta'sir qanday ta'sir etgan genlarda? Alilin buni ishida komplementarmi, epistatarmi? Komplementar. Sevgi uchun bo'lsa, bir-birining ustiga sharshar. Endi komplementar degan tushungan bo'lsangiz, inhibitor degan o'zi bo'shab, to'sqinlik etuvchi, bizlar yuzaga sharshar, so'ng to'sqinlik etishadi. Inhibitor dominant bo'lsa-da bo'ladi-da, ya misol resessiv turida bor deb aytdi Jabulbanoya. Misol deydi, tovuqlarda qora rangli parmini qizil, oq parda aytib qo'ydik tamizdan. Endi negizi tikani rangli bo'luvi. Rangli emasda rangsiz qani oq bo'luvi. Bunov rangli bo'lib ta'minlaydi negizi. Negizida bunov rangli bo'lib ta'minlaydigan genni ushlab turadi o'zida. Biroq bunov esa oq bo'lib ta'minlaydigan genni ushlab turadi. Biroq buna inhibitor kelsa, so rangli bo'luvni to'sib qo'yib, rangsiz ustiga formaga kelib qoladi. Bunov masalan, bunov men birga kelib qoldi-ya. Negizida rangli bo'lishi kerak. O'zi. Bo'lasa, aslanda rangli bo'lishi kerak ekansiz, ko'rgan. Bunov kelib qoldi, inhibitorga to'sib qoldi, har bu ne bo'ldi? Rangsiz. Rangsiz emas, oq bo'lib qoldi. Tovuqning pari. Endi so'ra qarasak, bunov negiz qanday bo'lishi kerak? Negizi oq bo'lishi kerak. Bunov dominant bo'lib turgan yo'q. Demak, buni ta'siri yo'q. Kechirasiz. Ta'siri yo'q bo'lgandan keyin bu oq bo'laveradi. Endi bunov ne? Tek ana rangli besmaydi muallif ol. Rangli. Qarang. Abu, bunov ulkan son negizi rangli bo'lib ta'minlaydi. Yana bunov esa tek qana oq bo'lib ta'minlaydi. Bu resessiv formasi. Odatdagi jardayda usulay bo'lishi kerak. Biroq bunov inhibitor degan zat bor, bayli degan zat. Ta'minlaydi. Usul kelib qoldimi, buning ta'siri bo'ladi. Ham bu rangli bo'la olmaydi, usul kelgan joyda so'zi o'tmay qoladi. Bunov kelib qoldimi, bunov rangli bo'la olmaydi. Oq bo'lib ketadi. Endi muallim bunda rangli tovuqlar uchramaydi deymiz mumkinmi? Qanday vaqtda uchraydi? Buning ta'siri yo'q-ku. Ana kimiyag'ingizdir. Kimiyag'ingiz. Inhibitor dominant job bo'lganingizda bo'ladi. Dominant job, dominant inhibitor genning ta'siri. Tek dominant ta'sir etadi. Vo'zino qadam ketaveradi. Tek dominant ta'sir etadi. Meniki. Men qanday boshlayman? Ikki oq atana qora tovuqlar sharishtirgan, ya. Ikkovida oq bo'lgan. Negizi. Ustoq qo'ya. Bunov rangimi oqqa? Nega oq? Bunov rangni ta'minlaydi-ku? Yo'q, bunov inhibitor. Ana Bunov kelib turibdi deydi. Demak, amizdan qaytmagan edi. Yo'q, men Hammasi isi deb o'tirasizlar. Qanday testga solamiz? Endi o'sha yerda qarang, masalan, birinchi avlod qanday to'q? Biz ko'ramiz. Ne uchun? Mana kelib turibdi. Nima? Aqlar sanab turibdi. Video bo'ldi, aytishi. Buni? Buni olib sandan 4 vaqt qilinja, sizga aytmayman, undan 4 bir ichinde esa muallif o'ynaysa aqlmaymi? Qarang, najada oq bo'ladi, korpusda. Bunda oq neki, bunda oq bo'ladi, bunda oq. Sen nomini do'stas tutamiz. Endi buncha yerda rangli bo'ladi. Ana niye dese? Sonda bir qish yerda oq chiqdi. Qatlas fenotip pichoqdan 13 oq, 3 ranglar. Genotipda o'zi bilinasiz. Bir masalan, edasa o'zi. Endi inhibitor bilan komplementarni farqi ayyorlar. O'rda qo'ya. Uni o'zi bitta resessiv aqtaminini uni o'zi ta'sir
bo'ldi. Tushunmay qoldim. O'zim tikargan arqan yuzdagi shokolad ham nomga kelib turibdi. Ime. Kichkina. No, aqlida. Ya'ni Rangsiz. Ana qasindagilarim aqbom bolam. Bunov rangni ta'minlaydi. Adetda bunov aqni hamsa rangsiz ta'minlaydi. Bunov kelsa bekarlaydi, bunov ta'siri yo'q. Tek qasam shu. Endi komplementlar bilan epistasining farqi bormi ekan? Komplementlar ta'siri nelarda? Yetim gen bir genga bir belgini juda ishlardi. O'sha tovuqning kekralari bor edi. Al, ingibitor genda ne bo'ldi? O'rtasida, demak, so temaga aylansa, so'rovlarni bersang bo'ladi. Bundan qo'l Sesli belgilarni aytdim. Resessiv belgi degan aytsangiz. Qo'ymaydi, dominant resessiv deganlar. Resessiv ko'zga ko'rib bitadi. O'sha juda chiqmaydi. To'g'ri. ne yapıyorsun? Shunday bitadi. Adu. Batabek yana Uza. Shubkenlar. Shubkenlar deganimiz dominantlikni resessiv bosmaydi. Bizga bu shub emas keladi o'tib. Alligerlar bilan qo'shgan. Allergenlar shubkenlar. Mana gibrid shaxslar deganimizda Mono gibrid shaxslarda necha belgisi bo'yicha shaxslarni edi. Mono deb turibdi. Qabulansizmi? Bir belgisi bo'yicha menda qanday usullar qoladi? Menda birinchi zammi, ikkinchi zammi deb aytamizku. Birinchi muhabbatda. Muhabbatni o'tkazdi, ha? Qanday shaxs turmalarda amalga oshirdi? Ona gibrid, Aha. bola gibrid, digibrid. Mesaj var mı? Kesin. Men derdim ikkinchi zam video da. Nasıl? Gayet de o'zini ishimizdan borgan. Uchinchi zam mı? Birinchisi, ikkinchisi nima bo'lganda? Digibrid. Digibrid, yamasa poligibrid.